Osmani sultanları. Sultan 1. Mustafa. Osmani dövlətinin 15-ci padişahı. Hüküm sürgən dəvri 1617-ci ildən 1623-cü ilgacha. 1. Mustafa 3. Mehmet'nin oğlu bolup, o 1591-ci ili Manisada dunyoga keldi. Aqli hoşu joyida emas edi. 1. Ahmedga kelguncha padişahlık dadidan o'g'il qolatdi. 1. Ahmed bu qonunni o'zgartib, oilaning eng cho'ng o'g'lining taxtda o'ltiradiganligini yo'lga qo'ydi. Mustafaning vahima ichida o'tgan hayoti aqli tangponligini qalaymaqonlashtirib o'tgan edi. Ko'p sonliq davlat arboblari uning teviblarning davolashi bilan yaxshi bo'la oladiganligini ilgari surdi. Mushu gapga asoslanib 1617 yili 22 noyabr taxtda o'ltirg'izildi. Mustafa taxtga chiqqandan keyinmi o'ngshalmadi. Ko'chlarga chiqib pul chichish, divanda vazirlarning sallasini elib o'tish, denozdagi baliqlarga oltin tashlab berish, xaltalab oltin tarqitish qatorliq ishlari taxtdan tushirilishiga sabab bo'ldi. Tunji qatimliq taxtda o'ltirishi 3 oy 4 kun davomlashdi. 2. Osman o'ltirilgandan keyin Mustafa 2. qitim 1622 yili 19 mayda podshoh bo'ldi. Buningdan keyin 1623 yili 10 sentabr taxtdan qayta tushirildi. 1. Mustafa 1639 yili vafot topdi. Qabrisi Aya Sofiya bog'idadir. فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم